Katta kunda natija. bemorimiz 5 kilo natija ko'rsatyapti. Navbatdagi bemorimiz Taminova Ra'noxon bugun tashrifdan so'nggi 3-kun. Bemorimizni 3 kun avval 133 kilogramm bilan bo'y vazn nisbati indeks massa telamiz 9,5 bilan amaliyotga olganmiz. Bemorimizda simultan, ya'ni bir vaqtning o'zida o't qopida toshib olgani uchun xalsektomiya amaliyotini ham birgalikda o'tkazganmiz. Mana bugun 3-kun bemorimizni uyiga ambulator davoga javob beryapmiz. Bemorimiz o'zidan bir qator holatini bilamiz. Ra'noxon, qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshiman, Xudoga shukr. Qiynalmadingizmi? Yo'q, qiyinchiliklar bo'lmadi. Mana sizlardan anaqilar bilan hamshiralar mana o'zingiz boshchilikda nazoratda turdim. Qiyinchilik sezmadim. Yaxshiman hozir. Oralar umuman yo'q. Hozir mana o'zingiz ayting, taroziga chiqdingiz. Qancha ko'rsatdi hozir? 5 kilo. Yaxshi natija men uchun katta kunda natija. bemorimiz 5 kilo natija ko'rsatyapti, ya'ni 3 kunda 133 dan 128 kiloga tushdi. Bemorimiz 1 yilgacha vazn tashlaydi. Bemorimiz vazn tashlash jarayonlarini sizlar bilan kuzatib ko'rishib boramiz. Rahmat, salomat bo'ling.